Mana sog'liq qo'ylarimizni kechki ovqatini yeyishyapti. Mana shu qo'ylar Qirg'izistondan kelgan qo'ylar. Sifati, zoti yaxshi qo'ylar. Yeb ichishi zo'r. Orasida 9 tasi bo'g'oz, xudo xolisa bir oy ichida tug'ib qoladi. Yeb ichishiga bir hafta kafolati bor qo'ylarni. Mana silos, somon, bug'doy yeyapti. Mana shu qora ranglilar hammasi bo'g'oz qo'ylar. Uzun bo'g'oz. Kimga kerak bo'lsa 3.850.000 so'mdan qilib beramiz. Sifati zo'r, a'lo darajada.